Mehnat muhojirligiga otlangan har bir odamning asosiy vazifasi o'zi borayotgan mamlakat tilini bilish, begona jamiyatga tez moslashish, muammolardan uzoq bo'lish, noqulay vaziyatga tushib qolmaslik va umuman yaxshi pul topish uchun ham til bilish kerak. Xo'sh, koreys tilining qanday o'ziga xoslatlari bor? Avvalo shuni aytish kerak, o'zbek tili va koreys tili grammatikasi, ya'ni gap qurilish tartibi bir-biriga juda o'xshash. Shuning uchun boshqa tillarga qaraganda o'rganish osonroq. O'zbek tili grammatikasidagi kabi koreys tilida ham kattalarga va boshqa odamlarga hurmat mazmunida sizlab gapirish bilan yaqin tanishiga sensirab gapirishning farqi bor. Shuning uchun tilni yaxshi so'zlashtirib, bu qoidalarga amal qilib gapirish juda muhim hisoblanadi. Kundalik hayotda Anyon hasiyo, salom, kamsamhamnida, rahmat, men hamnida, kechirasiz so'zlari ko'p qo'llaniladi. 2024-yildan boshlab Y9 vizasi orqali ishlayotgan xorijiy fuqarolardan mehnat shartnomalarini tushunish darajasida koreys tilini bilish talab etilmoqda. Bunga tayyor bo'lish uchun O'zbekistonda o'tkaziladigan TOEFL Basic va EPS TOEFL imtihonlariga tayyorlanish foydali. Koreys tilini qanday o'rganish mumkin? Birinchi navbatda Ibrat farzandlari loyihasining Ibrat Academy mobil dasturi va YouTube'dagi sahifasidan o'zbek tilida o'rgansa bo'ladi. Shuningdek, Papago, Naver Dictionary va Duolingo kabi bepul mobil ilovalar orqali mustaqil o'rganish mumkin. Kuniga atiga 20 daqiqa ajratsangiz ham asta-sekin tilga ko'nikasiz. Qolaversa, Koreya Adliya vazirligi va immigratsiya xizmati ham socialnet.go.kr saytida koreys tili va madaniyati kursi dasturini yo'lga qo'ygan. Bu dastur boshqa pulli kurslarga nisbatan juda arzon hamda unda til bilan birga madaniyat, tarix, jamiyat, qonunchilik kabi mavzular haqida ham chuqur ta'lim beriladi. Endilikda EPS TOEFL imtihonidan o'tganlar uchun EPS Edu Uzbekistan saytida maxsus bepul onlayn koreys tili platformasi ishga tushirilgan. Bu platforma orqali siz koreys tilidagi bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlaysiz. Turli mashqlar va testlar yordamida o'z darajangizni sinab ko'rasiz. Psixologik moslashuv. Chet elda ishlash bu faqat ish emas, balki emotsional va ruhiy sinov hamdir. Yolg'izlik, sog'inch, til bilmaslikdan kelib chiqadigan tushkunlik tabiiy holat. Muammo tug'ilganda boshqa yurtdoshlaringiz bilan suhbatlashish, maslahat olish, ijobiy narsalarga e'tibor qaratish kerak. Agar birinchi marta uzoq muddatli chet el safariga chiqayotgan bo'lsangiz, yaqinlardan uzoqlashish, yangi muhitga, yangicha urf-odatlarga boshida ko'nikishga biroz qiyinlik tuyulishi mumkin. Ammo bu holat faqat sizda emas, balki ko'pchilikda bo'ladi. Shuning uchun o'zligingiz va o'z madaniyatingizni saqlab qolgan holda yangiliklarga, yangi madaniyatga hurmat va ochiqlik bilan yondashsangiz, kundalik hayotga ham ancha oson moslashasiz. Ha, yana bir gap. Koreyada o'zingiz yashayotgan hududga yaqin o'zbek hamjamiyatlarini topib, hamyurtlar bilan birga bo'lishga, o'zbek jamiyatlari uyushtiradigan tadbirlarda qatnashishga harakat qiling. Bu ham ruhiy tomondan yordam beradi, ham Koreyaga moslashish uchun ko'prik bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, til o'rganish va psixologik tayyorgarlik Koreyaga muvaffaqiyatli moslashning ikki asosiy kalitidir. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.